Salom do'stlar. Biz Qatortosh terasidagi shu basseyndamiz. Ko'ryapsizlar, basseyn ajoyib. Issiqda maza qilib cho'milasan. Kim qilgan bo'lsa ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yoshligimda juda orzu qilganman. O'zbek tilida, til adabiyot darsida, ekzaminda men nima yozganman? Insho. Shunda shu basseyn shunaqa basseyn qurib o'zlashtiraman, suv olib chiqaman deb yozganman. Lekin opayimiz Alloh rozi bo'lsin. Kallangga kelgan yozaverasanmi deb ozgina urishib ham bergan, lekin ekzamni yaxshi o'tganman. Shu bo'yicha insho esda qoladigan bo'lib qolib ketgan, lekin kimdir yasabdi, mana real narsa ekan. Hayolparastlik emas. Men sizlarga hozir boshqa taraflarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Suv ajoyib issiq bo'lyapti. Do'stlar, mana basseynni ko'ryapsizlar. Ajoyib basseyn chiqibdi. Mana u butkasi, pastlarni ko'ryapsizlar. Suzodi tepasi bu. Serni qishlog'ini, Do'stlik aylini tepa tarafi. Mana adirlarni ko'ryapsizlar. Ajoyib. Do'stlar, bir kelib ko'rib ketinglar. Xudo xolasa, bu Suzoq men bilan birga bo'linglar. Men Urmanov Jamshid. Urmanov TV YouTube kanalida, Jamshid Urmanov kanalidamiz va Instagramda James Bond KG Suzoqdaymiz. Biz bilan birga bo'linglar. Rahmat e'tiboringlar uchun. Suzoqdan, Qatortoshdan, basseyndan.